Ertalab quyosh nurlari yana bir tinch kunni boshlanganidan darak berdi. Ammo tashqaridan osoyishta ko'ringan bu jamiyat ichida hali ham yurakni ezadigan og'riqlar, yechimini topmagan munosabatlar va og'ir xotiralar yashirin. Har bir qahramon o'z yo'lini izlamoqda, kimdir kuchli bo'lishni o'rganmoqda. Jamiyatda tinch hayot hukmron bo'lsa-da, bu osoyishtalik ortida chuqur o'ylar, sinovlar va ichki kurashlar yashiringan. Har kimning yuragida o'z jang maydoni bor. Kimdir sevgini yo'qotgan, kimdir o'zini topishga urinmoqda, yana kimdir tirik qolish uchun har kun kurashmoqda. Bu safar ham o'sha tinch dunyoda yashayotgan qahramonlarimiz oldida yangi qarorlar, sinovlar va og'riqli haqiqatlar turibdi. Ertalab quyosh porlab chiqdi. Bu esa jamiyatda yangi kun boshlanganidan darak berardi. Odamlarning hayoti yana tinch va osoyishta tarzda davom etayotgandi. Otaxon Gabriel muvaffaqiyatli tarzda o'zgarishga erishdi. Hatto Yujin ham haqiqiy erkakka aylanish jarayonida edi. Morgan esa har kuni Aikido bilan shug'ullanishda davom etdi. Go'yoki ertaknamo tuyulgan bu jamiyatda ayrimlar munosabatlar borasida muammolarga duch kelishmoqda. Carol Tobinning sevgi izhorini qabul qilgan bo'lsa-da, baribir yuragida g'am va mung sezilardi. U urush va o'ldirishlardan charchagandi. Ibrohim va Rasidda kutilmaganda ajralib ketishdi. Ibrohim esa bunga hech qanday tushuntirish bermadi. Rasidda bu voqeani bir necha kun og'ir qabul qildi. So'ngra esa yangi sevgan inson topdi. Daryl mototsiklda ketgan juftlik David va uning ayoli haqida o'ylab turar va xavotirga tushardi. Ular Daryldan mototsiklni olib ketgan bo'lsalarda, aslida yomon odamlar emasdi, biroq mototsiklni najotkorlar lagerida paydo bo'lishi savollar tug'dirdi. Kunning ikkinchi yarmida Deniz Rasidda va Daryldan dori qidirishda yordam berishlarini so'radi. Bu safar Deniz ularni yonida bo'lishni qat'iy talab qildi. Shunday qilib ular birgalikda Deniz aytgan dorixonaga qarab yo'l olishdi. Yo'lning yarmi bosib o'tilgach, ko'chani qulab tushgan daraxt to'sib qo'ydi. Ular boshqa iloj topa olmay, qolgan yo'lni piyoda davom ettirishdi. Ko'p o'tmay Yujin va Ibrohim ham tashqariga chiqishdi. Yujin sochlarini bog'lab olgan, qurol bilan mashq qilish va jamiyat ishlari bilan faol shug'ullana boshlagan. U kuchliroq bo'lishni istardi. Bu safar tashqariga chiqishni aynan Yujin taklif qildi. U Ibrohimga hayratlanarli bir narsa ko'rsatmoqchi edi. Yarim soatdan so'ng ular nihoyat mo'ljaldagi joyga yetib kelishdi. Bu kichikroq bir zavod edi. Ichkari har xil temir jihozlar va mashinalar bilan to'la. Ibrohim bu joyga kelishdan maqsad nima ekanligini so'radi. Yujin esa kutilmagan bir gapni aytdi. Bu yerda o'q-dorilar ishlab chiqarishni rejalashtirganini aytdi. Yujin bu g'oya haqida bir necha kundan beri o'ylab yurgandi va o'z jamiyati hamda Hilltop jamiyatining o'q-dori zaxiralari cheklanganligini tushunib yetgandi. O'q-dorilar himoya uchun nihoyatda muhim. Ibrohim avvaliga bu fikrga shubha bilan qaradi, biroq Yujin o'z so'zlari bilan uni ishontirdi. O'q-dori ishlab chiqarish uning mutaxassisligi ekanligini ta'kidladi. U yetarlicha qo'rg'oshin bo'lsa, o'q-dori tayyorlash mumkinligini urg'uladi. Oxiri Ibrohim Yujinga kamdan kam hollarda aytiladigan bir maqtovni aytdi. Ayni shu paytda zavod ichkarisidan zombi nidosi yangradi. Ibrohim zombilarga qarshi hujum qilishga shaylandi, ammo Yujin uni to'xtatdi. Bu safar zombi o'ldirish ishini o'zi hal qilishga qat'iy qaror qildi. U buni o'zini majburiy sinovining erkaklik yo'lidagi bir bosqichi deb bildi. Biroq zombi boshiga qo'rg'oshin qoplama kiygandi. Shuning uchun Yujin uning boshini yorishga ojiz qoldi. Faqatgina vaqtincha bir yo'l topib, zombini metal bochka tomon bosdi va yonida turgan po'lat tayoq bilan pastdan sanchishga harakat qildi. Yujinning xavfsizligidan xavotirlangan Ibrohim oxir-oqibat ishga kirishdi va zombini o'ldirdi. Bu holat Yujinning ko'nglini xira qildi. U bu ishni o'zi bajarish kerakligini aytdi va Ibrohimni unga ishonmaslikda aybladi. Ular bahslashishni boshlashdi. Har doimgidek Ibrohim og'ir va achchiq tili bilan gapira ketdi. Yujin bu dunyoda omon qolish uchun nimani tushunish kerakligini aytdi. O'q-dori ishlab chiqarish va reja tuzish Yujinning vazifasi. Zombilar tirik odamlar bilan olishish
va hatto Yujenni himoya qilish esa Ibrohimning zimmasida edi. Shu payt Yujen to'g'ridan-to'g'ri gapirdi. To what? Stop you from dying? I had full control of the situation. You'd had better luck picking up a turd by its clean end. I'm gonna allow you to apologize for saying that. Rahmat senga Ibrohim, meni har doim himoya qilib kelding, lekin endi menga sening himoyang kerak emas. Oxirgi fikrim shu, endi menga foydang tegmaydi. Bu so'zlar Ibrohimning yuragiga og'ir botdi. Ko'p o'tmay Ibrohim bu yerdan ketishga qaror qildi va Yujenga uyga qaytayotganini aytdi. Axir Yujen endi uning himoyasiga muhtoj emas. Ayni paytda Deril bir oziq-ovqat do'koniga yetib bordi va Deniz aytgan dorixonani topdi. Ichkaridagi dorilar yaxshi saqlangandi. Ular uzoq vaqtga yetarli bo'lardi. Biroq Denizning e'tibori yaqin atrofdagi tokchaga tushdi. U yerda alohida lavhalarga ismlar yozilgan. Shundan so'ng Deniz tashqarida yolg'iz o'tirib ko'z yosh to'kdi. U qo'lida Deniz deb yozilgan nom belgisini ushlab o'tirgandi. Ma'lum bo'lishicha, do'kon egasi Denizning egizak ukasi bo'lgan. U esa zombilar paydo bo'lgan ilk kunlarda fojiali tarzda halok bo'lgan. Deril esa Denizning holatini payqadi va yo'l bo'yi uni tinchlantirishga, taskin berishga harakat qildi. Har bir kun yangi sinov, yangi tahdid, hayotning o'zgaruvchan burilishlari. Qahramonlarimiz bu safar ham ichki kurashlar, yo'qotishlar va haqiqatlar bilan yuzma-yuz keldi. Ular kimnidir yo'qotdi, kimnidir topdi, lekin eng muhimi, ular hayotda inson bo'lib qolish yo'lida harakat qilishda davom etishdi. Oldinda ularni yana qanday sinovlar kutyapti? Buni esa faqat vaqt ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi qismda ko'rishguncha xayr.